Leksiyalarımızı davamlaştırmaz vatandaş. Birinci ıslağı 2022 yıl 9. ayının 5. günü. Endi siz bilen vaziyet ve muhakeme. Biz tünüge muhakemede nime dedik? Cumhurbaşkanı reisi Xi Jinping O'rta Asiya Samarqandni ziyorat qilishni amaldan qoldirdi. Masalan, 9. ayning 15. kuni Samarqand ziyorat qilib, Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'iniga qatnashdi, lekin buni amaldan qoldirdi dedik. Onun o'rniga hozir ziyorat qilish Qurultay, Xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianshu qoldi. Li Jianshu Moskvani ziyorat qiladi dedik. Shundoq yana boshqa 4 davlatni ziyorat qiladi dedik. Shun vatandoshlardan bu yerda tuzitish xarakterlik bir ahvol so'ray. Tünügün Li Jianshuning ziyoratini 17 kunlik deb 2 qatim eg'izdan chiqaribdiman. 10 kunlik. 9. kunidan 17. kunigacha bo'lganda 10 kunlik ziyoratdan. Bugun Li Jianshu shu ziyoratdan boshlaydi, ammo Reis Xi Jinpingning Samarqand ziyorati amaldan qoldirildi. Endi bugun tuyuqsizda Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinpingning Qozog'istonni ziyorat qiladiganligi vaqt, ya'ni shu 9. ayning 14. kuni ekanligidan iborat bir leksiyani hozir sizlarga so'zildi. Samarqand ziyorati amaldan qoldirildi. Qozog'iston ziyorati boshlandi. Qozog'iston bizning Uyg'uristonning qo'shnisi. Qozoq xalqi hozir o'zlari nima deb o'ylaydi men bilmayman, lekin Uyg'ur xalqi Qozoq xalqini qarindosh xalq deb biladi. Bizning vatanimizda Uyg'uristonda ma'lum nisbatda Qozoq xalqi yashaydi. Shundaqla Qozog'istonda ma'lum nisbatda Uyg'urlar yashaydi. Qozog'iston mustaqil bo'lgandan tortib hozirgacha Uyg'urlar, Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar Qozoq xalqining tirishchanligini qo'llab, tirishchanlik bilan narsa qo'shib, yoki Qozog'istonning mustaqilligini qo'llab, Qozog'istonning ichki taraqqiyotini qo'llab, Qozog'istonning diplomatik tashqi siyosatini qo'llab degidek hozirgacha Qozoq xalqi bilan birga yashab keldi Uyg'urlar. Qozog'istonda 102 millat yashaydi. 102 millatning ichida 4 cho'ng millat bor. Bu 4 cho'ng millatning birisi Uyg'urlardir. Qozoq xalqi bilan Uyg'ur xalqining munosabati izchil yaxshi bo'lib keldi. Shenimizki bundan keyin ham bir-birini qo'llab, Qozog'istonning gullanishi, Qozog'istonning taraqqiyoti, Qozog'istonda turmush va ichki turmushning farovonligi qatorliq sohalarda Uyg'ur xalqi Qozoq xalqini qo'llab keldi. Qozoq xalqi ham Uyg'ur xalqiga shunday hissdoshlik qildi. Gerçi siyasatga aralashmasimi, Qozoq xalqi turmush masalasi, turmush jihati, inoqlik, bir-birini qo'llash, bir-biriga ishonish, bir-biriga turtki bo'lish jihatda Qozog'istonda Uyg'urlarni o'xshashi shunday qo'llab kel. Uyg'urlar o'zining madaniyatini saqlab, ana tilini saqlab va ana tilida boshlang'ich ma'rifni umumlashtirishga tirishchanlik ko'rsatib, Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar shunday yashab keldi. Endilikda deydiganimiz hozirgi dunyoning vaziyati shu yerga keldi. Ya'ni, masalan, hammani yig'inchoqlagan vaqti, balki dunyo o'zi yig'inchoqlaganda 8. ayning 31 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq komiteti va komissari Michel Bachelet xonim Uyg'uristonning va boshqa millatlarning jumladan Qozoq xalqining o'xshashli kishilik huquqi va navbatda Xitoyda duch kelayotgan ig'ir oqibatlari to'g'risida tayyorlagan dokladni
e'lon qilib, butun dunyoga tarqatdi yoki butun dunyoga e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu dokladni qo'lladi. Shundoq bo'lganda tunugun biz vaziyatni shundoq chiroyli muhokama qildik. Shuningga asoslanganda bugun biz shuningga ishonamizki, Rais Xi Jinpingning Qozog'istonni ziyorat qilishi yaxshi natijalarni berdi. Qozog'iston bilan Jungo o'rtasidagi munosabat texmi ko'paydi. Bo'libmi O'rta Osiyoning amilligi, Qozog'iston bilan Uyg'uristonning chegara amilligi, chegara tinchlik va muqimlik, mushu ishlarning hammasi bu qatam Rais Xi Jinping ehtimol Qozog'istonda so'zlashadigan so'zlar bo'lishi mumkin. Bu noktada Qozog'iston bilan Jungo Xalq Cumhuriyeti o'rtasidagi munosabatning texma quyuq bo'lishini va shundaqla Qozog'istonda yashayotgan qozoq xalqining va Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur xalqining, shundaqla Uyg'uristonda yashayotgan qozoq xalqining o'zaro bir-biridan bo'lgan inoqlik, muqimlik, o'zaro ishonch, o'zaro bir-birini qo'llash, o'zaro turmush sohasida va hayotning barliq taraflarida o'zaro hissdoshlik qilishning davomlashadiganligiga ishonamiz. Andalliksimizning oxirgi ikkinchi bo'ligi yoki muhokamaning ikkinchi bo'ligida biz sobiq Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss xonimning bugun Angliyada vazir bo'lib saylanganligini, vazir bo'lib tayinlanib darhol xizmatga o'ltirganligini xabar topdik. Tabriklaymiz. Biz Uyg'ur xalqi qo'llaymiz Angliyaning yangi vaziri Liz Truss xonimni. Liz Truss xonim tashqi ishlar ministri bo'lib turgan vaqtlarda Angliyada Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini boshdan oxir qo'llab keldi. Nayti qat'iy maydon bilan qo'llab keldi. Yuqorqilikcha deyilibdi-ku. Maydoni intayin qattiq bo'lib, Jungo, Rossiya qatorliq davlatlarga qo'llab keldi. Biz Liz Truss xonimning Angliyaga yangi vazir bo'lib saylangan Liz Truss xonimning shu xarakter ve şu qat'iyligi, şu maydonda ching turib, boshda aytgandek demokratik tuzumda o'zlikni ching turib, demokratik tuzumda o'zlikni ching turib va dunyoning ishlariga yetakchilik qilishda rol o'ynashini umid qilamiz Liz Truss xonimning. Shundaqla hozirgacha qo'llab kelayotgan Uyg'urlarning kishilik huquq masalasida yana davomli Uyg'urlarni qo'llashini, Uyg'urlarga madad berishini, Uyg'urlarning bugungi kunda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan Xitoyning qo'lida, qirg'inchilik, umumiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoyning qo'lida bir millatning, bir madaniyatning, bir aqlning, bir idrokning hozir O'rta Osiyoda Xitoy hukmronligi ostida tahdidga uchrayotganligini vazir Liz Truss xonimning davomli esidan chiqarmasligini umid qilamiz biz Uyg'urlar.